15-asr dunyo tarixida burilish yasagan davr. Sharq va g'arb tutashgan mintaqada yangi bir davlat yuksalmoqda edi. Bugun biz siz bilan Konstantinopolni zabt etgan, o'rta asrlar eshigini yopib, yangi davrlarga yo'l ochgan hukmdor Fotih Sulton Mehmet II haqida so'z yuritamiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tarixni birga o'rganishda davom etamiz. Bo'lajak Usmonli hukmdor va fathlar sultoni Mehmet 1432-yil 30-martda Usmonli poytaxti bo'lgan Edirne shahrida tug'ildi. U Sulton Murod II-ning 4-o'g'li, onasi esa uning kanizagi bo'lgan Humo xotin edi. An'anaga ko'ra sultonning o'g'li sifatida Mehmet 11 yoshida viloyat hokimi etib tayinlandi. Akalari vafotidan so'ng Mehmet II kutilmaganda 1443-yilda taxt vorisi deb e'lon qilindi. Falsafa faniga muhabbati bilan mashhur bo'lgan otasi o'g'li uchun eng yaxshi ustozlarni yolladi va uni o'zi bilan birga harbiy yurishlarda olib borishni boshladi. 1444-yil Murod II o'g'li foydasiga taxtdan voz kechdi. U shunchaki tinch yashashni va falsafa fanini o'rganishni xohlar edi. 12 yoshli Sulton Mehmet II otasi tashlab ketgan buyuk vazir Halil podshoning maslahatlariga quloq solishdan bosh tortdi. U tinch tashqi siyosatni qo'llab-quvvatladi. Mehmet Konstantinopolni egallashga ishtiyoqmand bo'lgan harbiylarni afzal ko'rdi. Bu vaqtda bola boshchiligidagi Usmonlilar oson o'lja bo'lishga qaror qilib, Vengriya va Polsha qo'shinlari mamlakatga bostirib kirdi. Papaning o'zi bu bosqinni duo qilib, yangi salib yurishi deb atadi. Murod armiyaga qo'mondonlik qilishga majbur bo'ldi. Mehmet esa sulton bo'lib qolishda davom etdi. 1444-yil 10-noyabrida Varna jangida Murod bosqinchilarni mag'lub etdi. 1445-yilda yangi harbiy yurishlar uchun mablag' yig'ish maqsadida Mehmet tarkibida oltin miqdori kam bo'lgan tangalar zarb qilishni buyurdi. Tabiiyki, bu pulning qadrlanishiga olib keldi. Halil podsho bundan foydalanib, yanichalarga daromadning nima uchun kamligini tushuntirdi. Soqchilar bu kelishuvdan mamnun emas edilar va Murodning sultonlikka qaytishini talab qildilar. Shundan so'ng Mehmetning otasi uni viloyat boshqarishga yubordi, lekin uni muntazam ravishda harbiy yurishlarga jalb qildi. Bu Murodning o'limigacha davom etdi. 1451-yil 18-fevralda Mehmet ikkinchi marotaba taxtga o'tirdi. Destur! Sultanul Güzat, Padişahı Alempena, Ebul Feth, Sultan Mehmet Han Hazretleri. Bu safar u ancha ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. Mehmet Yevropa elchilariga o'zini yosh va tajribasiz sulton sifatida ko'rsatdi, toki ular uni jiddiy qabul qilmasinlar. Biroq zamondoshlar yozganidek, kecha-yu kunduz yotib saroy ichida, tashqarisida u faqat bitta fikr va tashvishga ega edi. U Konstantinopolni qanday harbiy hiyla bilan va qanday qurollar bilan egallab olish mumkin edi. Bu maqsadga erishish uchun sulton qo'shni davlatlarni tinchlantirdi va ularning Usmonlilarga va Bizantiyaliklar o'rtasidagi mojaroga aralashmasligini ta'minladi. Oxir-oqibat bo'g'ozlarni blokirovka qilish va qonli jangdan so'ng Konstantinopol 1453-yil 29-may kuni quladi. Ikkinchi Rim Usmonli imperiyasining poytaxtiga aylandi. Mehmet Bizantiya yerlarida yashovchi xalqlarning aholilarini o'ziga yaqinlashtira boshladi. Mantiq oddiy edi. Yangi saroy a'zolari hamma narsasi faqat sultonga qarzdor edilar va shuning uchun faqat ular sultonga sodiq edilar. Mehmet diniy bag'rikenglikka amal qildi. U maxsus farmon bilan Konstantinopolning yangi patriarxini tayinladi. Konstantinopolning olinishi sultonni tinchlantirmadi. 1454-yilda u Serbiyani zabt etishga kirishdi, ammo yurish mag'lubiyat bilan yakunlandi. Mehmet qo'shini Belgradni qamal qilganida Venger qo'mondoni Yanos Usmonlilarni tuzoqqa ilintirdi va ularni deyarli butunlay yo'q qildi. Sulton tez orada yangi kuchli armiya bilan qaytib keldi. Vabo tufayli zaiflashgan Serbiya taslim bo'ldi
va Usmonli imperiyasi vassaliga aylandi. Mehmetning yangi yurishlarining nishoni Vizantiya qoldiqlari, oxirgi Vizantiya imperatori Dmitriy va Tomas Palegosning aka-ukalari tomonidan boshqariladigan Moreya edi. Ular doimo bir-birlari bilan kelishmovchilikda yashardilar. Hatto oldinga siljib kelayotgan Usmonlilar oldida ham ular yarasha olmadilar va sulton qo'shinlari tez orada ularning qarshiligini bostirdilar. Keyin 3-Vizantiya qulab tushdi va Usmonli imperiyasining bir qismiga aylandi. Jangdan so'ng Mehmet Dunay bo'yida qolib ketdi. Drakula laqabi bilan tanilgan Vlad 3-Vallahiyani boshqargan edi. Ilgari Usmonlilarning irmog'i bo'lgan. U muntazam ravishda o'z majburiyatlarini bajarmagan. Sulton talabining jiddiyligini tasdiqlash uchun Vallahiya hukmdoriga o'lpon va 20 ming kishilik qo'shin talab qilib elchi yubordi. Drakula bosqinchilarni tormor qildi. Jangda omon qolganlarning barchasi, jumladan elchi va uning mulozimlarini ham maqladi. Shundan so'ng sulton katta qo'shin bilan Vallahiyaga yo'l oldi. Vlad o'z yo'lida yuzlab maqlangan fuqarolardan iborat dahshatli o'rmon qurdi. Biroq bu Usmonlilar ruhini buzmadi va ular Vallahiyaga bir necha bor harakatli zarbalar berdi. Bunga javoban Vlad shaxsan sultonning lageriga tungi hujumni boshqardi. Bu hujum davomida ko'plab jangchilar halok bo'ldi. G'azablangan Mehmet isyonkor Vallahiyaga qarshi keng ko'lamli urushlar olib bordi. Bir necha urushlardan so'ng Drakula Vengriyaga qochib ketdi. Sulton ukasi Rauduni Vallahiya taxtiga o'tkazdi. Shu tariqa urush o'z nihoyasiga yetdi. Urushlar deyarli uzluksiz davom etdi. Mehmetning ambitsiyalari deyarli barcha Sharqiy Yevropa davlatlariga, hatto Venetsiyaga ham ta'sir ko'rsatdi. Sulton zabt eta olmagan yagona mamlakat Albaniya bo'lib, u taslim bo'lishdan bosh tortdi va Usmonli imperiyasi vassaliga aylandi. Faqat 1479-yilda Albaniya yurishi boshlanganidan 12 yil o'tgach, turklar bu yerlarda ham o'z nazoratlarini o'rnatdilar. 1475-yilda sulton o'z e'tiborini oldin o'rta qoldig'i bo'lgan Qrim xonligiga qaratdi. Turklar tez orada Genuya qirg'oqlarini egallab olishdi va butun xonlikni egallab olishdi. Xon Mengligray taxtiga uning ukasi Nur davlat o'tirdi. U darhol Qrimni Usmonli imperiyasi vassali deb e'lon qildi. Mehmet qarilik chog'ida mazali taomlarni yaxshi ko'radigan bo'lib va o'zini dindor musulmon hisoblasa-da, yaxshi sharoblarga yo'q demas edi. U 1481-yil 3-mayda vafot etdi.